Adines 803 dasturida bugun sizlar bilan biz omborlarni inventarizatsiya qilishni o'rganamiz. Xo'p, tovar yoki materiallarning qoldig'ini olish va hujjat shakllantirish uchun ushbu operatsiya amalga oshiriladi. Biz buning uchun chap tomondan sklad bo'limiga kiramiz va inventarizatsiya tovarov qatorini bosasiz. Hosil bo'lgan oynadan sozdaytni bosasiz, quyidagicha oyna chiqadi. Birinchi o'rinda sana tanlanadi, ya'ni qaysi sana bo'yicha inventarizatsiya qilyapsiz, ana shu sanani qo'yasiz. Keyin sklad, ya'ni qaysi omborni biz inventarizatsiya qilmoqchimiz, ana shu omboringizni tanlaysiz. Tanlaganingizdagi tagida javobgar shaxslar turibdi. Agar siz tovar materiallaringizni javobgar shaxs qo'l ostida biriktirgan bo'lsangiz, tanlaysiz, bo'lmasa tanlashingiz shart emas. O'ngroqqa o'tganingizda, demak, tashkilot va bo'lim turibdi. Qaysidir bo'limga tegishli material yoki tovarlarni agar siz tekshirmoqchi bo'lsangiz, bo'lim tanlashsiz bo'ladi, bo'lmasa bu ham shart emas. Mana inventarizatsiya bizda shakllandi. Ana endi provissiya zakretni bosamiz, inventarizatsiya amalga oshadi. Yishoga kirasizda, bu yerdan pechatni tanlaysiz va inventarizatsiya opis tovarovni tanlaganingizdan keyin bizda uni hujjatini mana shakllantirib beradi.